Chorvachilik mas'uliyatli ish. Bunda har bir yumush o'z vaqtida bajarilishi kerak, chunki chorva tirik jon. Buni go'sht va sut mahsulotlari yetishtiruvchilar juda yaxshi bilishadi. Ularning ishi kunning har soatini, har bir daqiqasini hisobga olishni talab qiladi, chunki biror bir narsa kechiksa, bu nafaqat olinadigan natijaga, balki hayvonlarning salomatligiga ham ta'sir o'tkazishi mumkin. Yangi yo'l tumanidagi bir necha tarmoqlarni o'z ichiga oluvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatining chorvachilik kompleksi rahbari Gulnoza Usmonova uchun esa chorvachilik bu nafaqat mehnat, balki cheksiz sabr va mas'uliyatdir. Dehqonchilik sohasida ham o'zini yil davomida dam olish fasllari bo'ladi. Lekin chorvachilik sohasida har kuni ishlashingizga to'g'ri keladi, chunki bular tirik jonzotlar. Fermerda dam yo'q. Har bitta inson chorvani yaxshi ko'rgan bo'lishi kerak, mehr bilan yondashish kerak, chunki bular bilan ham har kuni kelganda muloqot bo'ladi. Biz hozir fermada turibmiz. Bu fermada ishlayotgan har bitta xodim albatta o'zining ishini sevib ishlab kelyapti. Bo'lmasam rivoj bo'lmaydi. Gulnoza faoliyat yuritadigan mas'uliyati cheklangan jamiyatida sut va go'sht mahsulotlari yetishtiriladi. Hatto bugun rastalarda talabgir bo'lgan kolbasa va go'sht mahsulotlarining katta qismini ular ishlab chiqarishadi. Ishlab chiqarish hajmi katta, shunga yarasha chorva mollarini ko'paytirganda ham sutdor va etdor chorvani ko'paytirish bo'yicha sa'y harakatlar olib borilyapti. Mana bu sigir Estoniyadan keltirilgan va uning tirik vazni 600 kilogrammni tashkil etadi. Bir kunda o'rtacha 40 kilogramm yem iste'mol qiladi va 35 litrgacha sut beradi. Umumaganda mana shu natija chorvachilikdagi eng istiqbolli natijalardan biri. Bugungi kunda xuddi mana shu kabi chorva mollarini xorijdan keltirish bo'yicha juda katta sa'y harakatlar amalga oshirilyapti. Ammo men turgan mazkur chorvachilik kompleksida endi juda katta narxga xorijdan chorvani olib kelishning o'rniga uning o'zini sun'iy urug'lantirish yo'li bilan mahalliy sharoitda ko'paytirish bo'yicha sa'y harakatlarni olib boryapti. Chorvachilik mamlakat iqtisodiyotining muhim bo'g'ini. U nafaqat oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, balki odamlar bandligini ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. Sohaning rivoji mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish, importga bog'liqlikni kamaytirish va jamiyatdagi iqtisodiy faollikni oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Mollarimizni Ukraina, Estoniya, Germaniya davlatlaridan olib kelingan. Bu mollarning afzalliklari mahsuldorligida ko'p mahsulot berishida. Mollarimizning ozuqasiga keladigan bo'lsa, bu ozuqani o'zimiz dalada yetishtiramiz. O'zimiz yetishtirishimizning afzalliklari bu tan narxi kamayishiga olib keladi. Agar ko'chadan sotib oladigan bo'lsa, tani oshishiga olib keladi. Bir oyda 240-250 tonna sut ishlab chiqaramiz, 100 tonnadan oshiq go'sht ishlab chiqaramiz bir oyda. Bularni laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazamiz. Har bitta molni ko'rayotgan bo'lsangiz, bo'ynidagi shu nomeri bilan bu qachon tuqqan, nima vaksina olgan, qanaqa kasallik bo'lgan, har bitta molga individual yondashiladi. Amerika, Kanada, Germaniya, Ukraina mutaxassislar bilan ishlaymiz. Har kun ular bizga kelib maslahat berishadi, konsultatsiya berishadi. O'zimiz ham Samarqand davlat veterinariya chorvachilik instituti Toshkent filiali bilan hamkorlikda shu yerda studentlarni olib kelib, bu yerda bizda bu yerda tajriba o'tashadi, tajriba o'tab bu yerda chet eldan kelgan mutaxassislardan bilim olishadi va kelajakda bu yerda ham olib qolamiz. Chorvachilikda innovatsiyalarni jalb etish orqali yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Hozirda xorijdan keltirilgan zotli chorva mollarini parvarishlashda katta tajriba to'planyapti. Buning natijasida parvarishni yanada samarali va aniq rejalashtirish imkoni tug'ilmoqda. Chorva mollarini tahlil qilish va ulardan olish mumkin bo'lgan mahsulotlarni hisoblash uchun yangi usullar ishlab chiqilmoqda. Hisob-kitoblar orqali har bir chorvadan qancha sut va qancha go'sht olish mumkinligi aniq ko'rsatiladi. Buning yordamida fermerlar ishining samaradorligi oshmoqda. Mana shu buzoqchalar nima uchun alohida saqlanadi? Alohida saqlanishi bu buzoqchalarga kuniga 2 mahaldan sut beriladi. 6 litr ertalab, 6 litr kechqurun. Alohida saqlashimizda buni o'zini litrlab beramiz. Har bitta molga tug'ilganda bir hafta 4 litrdan beriladi. 15 kundan keyin 6 litrdan 2 mahalga o'tadi. Bu texnologiyasi bor, buzoqlarni boqish texnologiyasi. Onasini emganda bilmaymiz, qancha emdi,
yetarli miqdordami, ko'p emdimi, ko'p berib yuborsangiz ham zararli, kam bersangiz ham zararli rivojlanishiga. Shuning uchun bular alohida sutdan chiqquncha alohida saqlanadi. Bir yilda 11 ming 12 ming litr sut mahsuldorligi bor. Uni hammasini bilasiz. Jaydari molda bunaqa ko'rsatkichlarni bila olmaysiz. Naslli mollar kasallik chidamliligi, jaydari molni ozuqa bersangiz kuniga 700 yaxshi zo'r bo'lsa 900 gram. Nasldorlar 1 kilo 200 dan 1,5 kilogacha ves qo'shadi. Sutga keladigan bo'lsa, nasldor mollar 32 litrdan boshlanib 35-40 litrgacha sut olinadi. Jaydarilar eng yaxshisi 20 litrdan 25 litrgacha bo'lsa kerak. Gulnoza va uning jamoasining hayoti ko'p jihatlama chorva bilan bog'langan. Hatto ofisdagi deyarli barcha suvenirlarda chorva mollari aks etgan. Ular tavakkalchilikka asoslangan faoliyat yuritmaydi. Aniq hisob-kitoblar bir necha yillik faoliyatda katta natijaga erishish imkonini berdi. Korxonada chorva mollari samarasiz parvarish qilinmaydi. Barcha jarayonlar raqamlar va hisob-kitoblar asosida olib boriladi. Buning ortidan sotuvda sifati yuqori, rentabillikni ta'minlaydigan mahsulotlar paydo bo'ladi. Biznes nuqtai nazaridan qarash kerak bu narsaga. Bu soha yaxshi ishlasangiz, yaxshi daromadli. Nafaqat bu soha. Inson har bitta sohada o'zi sevib agar mehrini berib, to'g'ri ishlasa, bilim bilan, ilm bilan yondashsa, har bir soha daromadli deb o'ylayman men. Chorva ozuqalarini ekishga yerlarimiz bor. Bir yilda 2 marta hosil olamiz. Bu yerda masalan hosilga tikilgan pul tez qaytib kelmaydi. Chunki bu yil ekdingiz, masalan bahorda ekdingiz, buni sug'orishdan tortib o'sha kuzgacha uni yem qilib olishingizgacha o'zi faqat xarajatlar ketadi. Keyin buni yana molga yedirib, moldan keyin buni pul qilib chiqarib olishingiz uchun 1 yildan oshiq vaqt ketadi. O'shaning uchun bizda tikilgan pullar darrov qaytadigan pullar hisoblanmaydi. Masalan, sut oldik, sutni olib biz sut ishlab chiqaruvchilariga sotamiz. Sut ishlab chiqaruvchilari bilan juda ham yaxshi hamkorlikda ishlaymiz. Ular bizga sutga pul tushirib beradi va biz keyin bu narsani har kun bizda pul aylanmasi bizda kuni-kuniga bo'ladi. Shu narsasi bizga juda ham muhim. Chunki bitta to'xtab qolsa, buqalar har kun ovqat yeyish kerak, sigirlar har kun ovqat yeyish kerak, bolachalari har kuni ta'minlanishi kerak. O'shaning uchun bizning biznesda pul aylanmasi to'xtab qolishi maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Kuniga 8 tonna sut ishlab chiqaramiz. Oyiga 100 tonnaga yaqin go'sht sotamiz. Sut qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Asosiy daromadimizdan biz nimaga ishlatamiz? Daromadimizni shu fermani kengaytirishga ishlatamiz. Chunki har bitta sigirdan olingan sut bu bizani aylanmamizni ko'paytiraveradi. Ko'rib turganingizdek, ikkita fermadan tashqari, ikki xil yo'nalishdagi fermadan tashqari shu fermalarimizga ozuqa yetishtirishda bizga ajratilgan yer maydoni bor. Biz hozir xorijiy davlatlar bilan yer maydonimizga ekiladigan donlarni Italiyadan, Ispaniyadan keltirilgan donlar bilan ishlayapmiz. Mutaxassislarimiz albatta bizda konsultantlar ishlashadi. Konsultantlar ham xorijdan kelgan konsultantlar. Seminarlar o'tkaziladi xodimlarimiz uchun. Golshtin parodasidan ishlatamiz. Birinchi urug'lantirishda, ikkinchi urug'lantirishda, keyin anguslar bilan ham eksperiment qilib ko'rganmiz. Masalan, angus bolalari golshtin bilan chatishtirilganda chiroyli qora buqachalar paydo bo'lyapti. Ya'ni angus bu ham go'shi juda ham talab yuqori bo'lyapti bu narsani. Chorvachilik 7 xazinaning biri hisoblanadi. Uning imkoniyatlaridan samarali foydalangan inson yetarlicha natijaga erishishi mumkin. Kuni kecha, ya'ni 19-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvda ham ayni jihatlarni ta'kidladi. Qayd etilganidek, so'nggi 5 yilda kichik va o'rta tadbirkorlar soni 2 karra ko'paydi. Ularda 10 million 500 ming odam, jami band aholining 74% daromad topib, ro'zg'or tebratyapti.
Iqtisodiyot hajmining yarmidan ko'pi sanoat va eksportning 3dan 1 shu soha vakillari hissasiga to'g'ri kelyapti. Ushbu raqamlarning o'ziyoq mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun kichik va o'rta biznes qanchalik muhimligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Davlatimiz rahbari shu bois bu yo'nalishni qo'llab-quvvatlash bundan keyin ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishini ta'kidladi. Erishilgan natijalar bilan bir qatorda galdagi vazifalar xususida ham so'z bordi. Yangi tadbirkorlar oyoqqa turib olishi uchun faoliyatining birinchi yili muhim. Shu bois ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi. Ixtiyoriy tugatilayotgan tijorat tashkilotlarida tovar oboroti 10 milliard so'mgacha bo'lgan bo'lsa, soliq tekshiruvlarisiz tugatilish imkoniyati yaratildi. Bu albatta bir qancha soliq organida va soliq to'lovchilardagi yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Shu kungacha Vazirlar Mahkamasi 704-qarorga ko'ra yagona xizmatlar markaziga ariza berilgandan keyin ixtiyoriy tugatish to'g'risida soliq organi tovar aylanmasi mavjud bo'lgan barcha korxonalarda tekshirish o'tkazilishi kerak edi. Bu narsa soliq organlariga, soliq to'lovchilarga ortiqcha yuk keltirardi. Mana hozirgi kunda mana shu amaliyot qo'llaniladigan bo'lsa, masalan mana 2024-yilda amalga oshirilgan 26 mingcha tekshirishning o'rniga juda katta miqdordagi korxonalarda tekshirish o'tkazmasdan ularning tugatilishi joriy etiladi. Tekshirish o'tkazmasdan ixtiyoriy tugatishning asosiy shartlaridan yana bittasi bu soliq to'lovchini ariza berganidan keyin soliq organining oldida boqimanda qarzdorligi mavjud bo'lmasligi. Mana hozirgi kunda 38 mingta korxonadan ixtiyoriy tugatilish bo'yicha arizalar kelib tushgan bo'lsa, o'shaning 12 mingtasida tovar aylanmasi mavjud emas. Demak, qolgan 26 mingta korxonada tekshirish o'tkazilishi kerak edi. O'tkazilgan tahlillarga ko'ra 10 milliarddan oshgan korxonalar o'sha 26 mingtaning ichida 500 tanigina tashkil etadi. Bu degani 25,5 mingta tekshiruvlar soni kamaydi degani va bu soliq organlarining yukini ham kamaytiradi va soliq to'lovchilarga yengillik sifatida qaraladi. Shuningdek, yig'ilishda davlatimiz rahbari tomonidan o'rta biznes vakillari fermerlarning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha ham bir qator tashabbuslar ilgari surildi. Ular soliq to'lovlarida yengilliklar berish bilan bog'liqdir. Qishloq xo'jalik korxonalari faoliyatini yanada rag'batlantirish maqsadida noqulay ob-havo sharoiti, dunyo bozorida paxta narxining pasayishi hamda o'zaro hisob-kitoblardagi muammolar natijasida fermer xo'jaliklarining muddatda to'lanmagan soliqlardan qarziga hisoblangan bugungi kundagi mavjud qariyb 1 trillion so'mlik penya summalardan qarzi hisobdan chiqariladi. Topshiriq ijrosi yuzasidan bugungi kunda soliq qo'mitasi tomonidan hisobdan chiqarish lozim bo'lgan penya summalari va fermer xo'jaliklari ro'yxati shakllantirilmoqda. Gulnoza o'z faoliyati haqida so'zlar ekan, yurtimizda fermerlarga, ayniqsa chorva fermerlariga katta e'tibor qaratilayotganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, fermerlar uchun zamonaviy uskunalar va ilg'or texnologiyalar bilan ta'minlash orqali ularning ishi yengillashmoqda. Har bir chorva fermeriga fermer xo'jaligini rivojlantirish uchun qulay moliyaviy shartlar va imtiyozlar yaratilayotgani ularning ish samaradorligini oshirmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan juda ham ko'p qo'llab-quvvatlashlar olamiz. Bizani o'sha prezidentimizni har bitta fermer bilan birga nafas olgandek, biz bilan muloqot qilgandek bu narsani sezamiz. Fermerlar uchun soliqlardan kelib chiqqan penyalardan voz kechish to'g'risidagi tashabbuslari ham biz fermerlar uchun bu juda ham muhim qo'llab-quvvatlash deb bilamiz. Chunki shu ozginada bo'lsa ham yig'ilib qolgan penyalar fermer uchun bu juda ham katta yordam bo'ladi. Yurtimizda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish katta samaralar beryapti. Fermer xo'jaliklari va chorvadorlar uchun yaratilgan sharoitlar ularning ishini osonlashtirmoqda. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy yordam va qo'llab-quvvatlash faoliyat samaradorligini oshiryapti. Chorva fermerlari zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, mahsulotlarini sifatli va samarali yetishtirmoqda. Buning natijasida mahalliy bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ko'paymoqda. Kichik va o'rta biznes rivoji xalqimizning farovonligiga xizmat qilmoqda deyish mumkin.